Andijonda hech kim kutmagan voqea sodir bo'ldi. Tinchgina mahalladagi uy ortida narkolaboratoriya yashiringanini hech kim bilmagandi. Uning faoliyatiga o'tkazilgan tezkor tadbirda chek qo'yildi. Giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish va aholi salomatligini asrash borasida amalga oshirilayotgan tadbirlar doirasida Andijon viloyati bojxona boshqarmasi tezkor tuzilmalari, Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda yana bir jinoiy faoliyat fosh etildi. Asaka tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida oldindan kuzatuvga olingan shu hududda yashovchi shaxs belgilangan tartibda tekshirilganida yonida bir dona nomsiz idishda noma'lum suyuqlik va 2 dona nomsiz dori vositalari borligi aniqlandi. Tadbir davomida ushbu shaxsga tegishli Xo'jobod tumanidagi xonadoni ko'zdan kechirilganida esa bu yerda narkolaboratoriya tashkil etilganligi ma'lum bo'ldi. Xonadonda narkotik moddalar tayyorlashda ishlatiladigan barcha anjomlar mavjud bo'lgan, ya'ni uyda sprey idishlardan tortib suyuqliklar, kukunsimon moddalargacha bo'lgan. O'tkazilgan ekspertiza tekshiruvlari natijasida esa ushbu moddalar alfa PVP shaklidagi giyohvandlik moddasi hamda tropikamid nomli kuchli ta'sir qiluvchi moddalar ekanligiga aniqlik kiritildi. Ushbu holat yuzasidan ayni vaqtda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan fuqaroga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu fuqaro 10 yildan ortiq vaqt mobaynida Rossiya Federatsiyasida ishlagan va mahalliy xalq vakillaridan bo'lgan tanishlaridan laboratoriya usulida sintetik narkotik moddalarni tayyorlashni o'rgangan. Mazkur faoliyatni O'zbekistonda davom ettirishga kirishgandi. Hozirda fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gulzira Rustamova, Nasibullo To'rajonov, Zamon informatsion dasturi uchun.